Assalomu alaykum aziz obunachilar, azizlar, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Hammalaringlarda oilalar tinchmi? Sog' salomatmisizlar? Mana bugun yana bir kichkinagina rolikcha olib qo'yay deb jazm qildim. Mana bugungi o'zimiz jamiyatlarda yumshatuvdik, shularni paketlari olib shularni ko'rsatay dedim sizlarga. Mana bu gullar haligi nardis gullarini oqidan. Bular pestrolyosti. Mana bu urug'idan ekkan olimim endi ko'klayapti. Bular gullar. Hammasi shular. Bir xil. Bu yo'log'i shunaqa. Bu lolalarim mana o'nchalayapti ichidan. Gullarimiz endi ko'karib chiqyapti. Mariana gullar. Pestrolyosti. Lolalar mana o'nchalayapti. Maysa, sen ham keldingmi? Qoch endi, qochaloq qilma. Bular shu nardis gullarni oqidan. Hali ochilgan yo'q bular. Bizda sovuq. Shu yo'lib, bu yo'lib, shunaqa oxirigacha. Bunaqa oxirigacha. Bular oxirigacha. Esimdan chiqib qoladi. Shu o'tgan safar ham esimdan chiqib, kecha safar aytdim. Gulxayri. Xotiram chataq bo'lib qoldi. Shu dorilar tufayli shekilli ko'p dori ichganimga. Bular mana sabachka gullar. Maysa, qoch. Qoch. Qochmaysa. Bosib olaman. Bular devor gul deyishadi mahalliy tilda. Mana buni devor gul deyishadi. Sabachka. Mana gulxayri, shu oxirigacha gulxayri. Mana bu yerga urug'lar sepgan edim. Qaysi nima sepganim esimda yo'q, aralash bo'pti. Katta bo'lganda bilamiz endi. Bu yerda hali gvozdikami nima qizil mayda ochiladi-yu, shundan. Bular hammasi mana. Mana bular ham mana ko'klayapti. Bu olma. Urug'idan ekkanman buni ham. Mana olma. Mana o'zimni gulim. Pestrolyosti. Ali. Yo'lima. Shu yo'lda. Bu betiga ham bu gullarda gullar u betda bo'lsa, bu betiga yo'laydi, bu betiga ham agata olib qo'ydik. Endi gullar ekamiz, xudo xolasa. Mana shu.
yerda atirgulim bor. Mana biz tagidan qirqib kuzda hasha yopib qo'yamiz. Shu endi kech manaqa sovuq ketgandan keyin manaqaki endi nima qilyapti? Endi amal olyapti. Mana bulari ertaroq amal olibdi. Mana hamma joyda uzun. Mana bular ham amal olyapti. Qochib turing oğlum. Qochib turing. Bu yerda ham atirgullarim. Bu yerda ham atirgulim. Mana bu haligi anorgulim. Yo'qolib ketdi deb aytuvdim sizlarga. Uzumlar orasida chopilaverib yo'qolib ketdimi? Dedim mana shu mana yonidan shox chiqaribdi. Mana shuncha mana shu yonidan chiqqan shoxchalik qo'ygan ekan. Mana shunga qoluvdim. Mana shunchalik bo'pti. Shunaqa qilib o'stirib oldim mana. Rosa ochildi hozir mana. Rosa chiroyli bunchalari ham hali. Mana shunday chaman bo'lib ochildi. Ko'rsatyapman. Bu yerda yana atirgulim chiqyapti. Mana nardis gulni oqidan. Mana bu yerda ham nardis gulni oqida, nargis guldi. Mana bu atirgul. Mana bu nardis gulimiz, nargis gulimiz. Mana sarig'idan juda chiroyli bo'lib ochildi. Mana. O, Maysa ham yugurib kelib oladi-da. Video qilasam nevaram ham shu. Bu Maysa ham shu. Yonimdan jilmaydi. O'sha yoqqacha u yog'i ochilgan yo'q endi bunchalayapti. Shular ochildi. Bu yerda kishi bilan ichib chiqdi shu ko'kat. Nima kashnuch. Rediska shular. Mana bular oqidan. Nargis guldi. O, oxirigacha. Oxirigacha. Mana odamlarimiz. Mana bu alhirot deyiladi, qizil. Qizil alhirot. Mana gullayapti. Bel qiladi. Shekilli xudo xolasa. Chunki rosa nimasi ko'p. Unchalari ko'p mana.
Bu necha joyga ko'chdi. Endi bu yil ko'ramiz. Bultur 3 dona qiluvdi. Bu yil endi ko'proq qilar. Xudo xolasa ko'ramiz. Bu hovli. Mana bu hali olmamiz tarifi. Bu gulzorimiz endi bizda suv yo'q. Mana bu olmamiz. Bu ham urug'dan ekkanmiz. Endi ko'karyapti. Bu drobni yarmi qurib qo'ygan ekan. Qirqib qo'yaverdim mana qilib. Rosa baland bo'lib ketuvdi. Qirqib qo'ydim mana qilib sug'arib qo'ydim endi. Ko'karib qolar, mana ular ko'karyapti endi bular. Buni yarmi qurigan ekan. Mana gullarimiz. Razmarinim quruqshab qopti endi. O'qalanyapti. Mana o'rigimiz ham rosa gulladi. Qaranglar. O'riklarimiz videoda o'tgan safar gullamagan edi. Mana rosa gulladi. Rosa chiroyli gulladi. Naryoqlarda ham mana. Nimalarimiz ham. Tollarimiz ham, terelar, hamma mevalar gulladi. Allohga shukr. Endi shunchalik qo'limizdan kelgani shu mana uzumlar ko'tarib oldik. Nohalcha bular qurib ketib, chopib taglaridan binoga kelgani shu. Narigi tarafda nimamiz bor edi, eskib qolib buzib yubordik. Aybga buyurmaysizlar. Endi buzilyapti, uylar keyin o'nglanadi-da. Endi ish boshlandi. O'zi yerlar endi quridi-yu. Qiladigan ishlar endi bo'ladi. Mana bu betda ham mana bir patirgul. Mana stolimi avvali o'tirmasam charchab ketdim. O'tirib olmasam charchadim. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Voy Allohga shukr, juda ham charchab ketdim. Shu jinnikkina rolik qilay desam charchadim. Aziz obunachilar, azizlar, qadrdonlar, Saodatxon kanaliga xush kelibsizlar. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Biz yerlarimiz ko'p quruq yotibdi, ko'ryapsizlarmi? Shu bu gullar endi har yili qoladi, o'zi erta chiqib, erta gullaydi. Shu chiqqan gullar, hali gul ekkanim yo'q. O'zim holim ham bo'lmadi. Umuman hech narsa qila olmayapman. O'zi yurish mumkin emas. Shu jicha havo olib aylanganimda har zamonda rolik qilib qo'yapman. Mana uzumlarni ko'tarib oldik. Hojata kuch-quvvat bersin. Hojata chiroyli qilib uzumlarni hammasini ko'tarib oldi. Biznikilar bari nahalcha bo'lib ketdi. Nimaga? Taglarida katta to'ngagi chopib tashlaganmiz. Qurib ketdi hali nimada.
Sovurdi-yu, sovuq bo'lganda. Shunda qurib ketdi. Shuna qilib charchaganim qaranglar. Allohga shukr shunchalik kun ko'rsatganiga. Allohga shukr shunchalik kunni sarig'ini ko'rsatib, tongga yetkazib, uyg'otganiga, shunchalik yurgizganiga Allohimga shukr. Allohimga shukr. Doktorlarga ham rahmat, shuncha qarashib, shunchalik qilib. Allohga shukr. Shunchalik bo'lib qo'yganimga. Hammalar oilalar bilan tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Sizlardan kommentariya kutib qolaman. Kommentariyalar kutib qolaman. Layklar kutib qolaman. Yana yangi obunachilar bo'lsa, xush kelibsizlar. Sizlarga ham rahmat. Avvalgi qadrdonlarga ham rahmat. Hammalaringizni kommentariyalaringizni o'qib, xursand bo'lib, ancha yozilaman, ancha o'zimga kelaman. Allohga shukr, hammanglar boringlarga shukr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oilalar tinch bo'lsin. Hamisha tinchlikda, sog'likda, yaxshilik kunlarda chiroyli yashashlikni Alloh nasib qilsin. Hammaga, hamma qatori bizga ham. Yana YouTube kanalida g'oyibona suhbatlashishga